Assalomu alaykum. Bugun bizda navbatdagi bemorimiz patologiya bilan keldi. Patologiyasi asosan qoni bir xil bo'lib qolgan qo'ylarda yo hayvonlarda uchraydigan artreziya anusa deyiladi o'zi. Ya'ni axlat chiqaruv teshigi yo'q bo'ladi. Axlat chiqaruv teshigini ko'pincha qo'ylarda uchraydi. Katta mollarda kamdan kam uchraydi. Axlat chiqaruv teshigi yo'q. Yana uning ustiga bu yerda bo'lgani vaginalniy switch nima deydi? Axlat chiqaruv teshigi yo'g'onchak kelib vlagalishiga, ya'ni qinga joylashib qoladi. O'sha joyini oldik, yopdik. Bu yoqdan axlat chiqaruv teshigi ochib berdik. Veterinariyada ko'p qo'llanadigan operatsiya. Mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Vaginani o'zini yopdik. Bu yerdan joyini axlat chiqaradigan joyini va bu yerda mana axlat chiqaruv teshigi ochib berdik yangi. Qolgan videolarimizni ham qo'yimizni yurg'izib ko'rsatamiz. Hozir bu holatdan tushgandan keyin tozalash ishlarini hali olib borishimiz kerak. Undan keyin ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar.